Saddam Husayn haqiqatan ham Falastin qutqaruvchisi edimi? Mintaqadagi davlatlar jamoatchilik fikri muttasil o'rganilib boriladi. Mintaqadagi barcha musulmon davlatlarda, ya'ni Isroil bu musulmon okeanining o'rtasidagi qora orolcha deyishimiz mumkin. Atrofda xristian davlatlar deyarli yo'q. Hattoki mana Livanning yarmi aholisi xristian, lekin ularda ham Isroilni yomon ko'rish darajasi sunniy musulmonlardan yuqori bo'lsa yuqori, past emas. Xuddi shunday kayfiyat Iroqda ham bor edi. Saddam Husaynning motivlari ko'p edi. Ya'ni arab dunyosida o'zi 20 bitta arab davlati bor. Arab dunyosida siyosiy birlik bo'lmagani bilan, men o'zim arabshunos sifatida aytaman, axborot birligi mavjud. Hammasi bir-birini siyosatchilarni taniydi. Hammasi bir-birini san'atkorlarni taniydi, qo'shiqchilarni taniydi, kinolarni ko'radi, Al Jazeera, Al Arabiyani ko'radi, Ash-Sharq al-Awsatni birgalikda o'qiydi. Ya'ni butun arab dunyosi axborot nuqtai nazaridan kuchli integratsiyalashgan. Ya'ni bir-biriga begonalashuv darajasi yo'q. Biz Rossiyada nima bo'layotganini hammamiz bilamiz, lekin qo'shni Qozog'iston yoki Turkmanistonda prezidentlardan tashqari yana kimlar bor desa, jamiyat unchalik bilmaydi, lekin arablarda unday emas. Arab dunyosi san'at, adabiyot, demak axborot darajasida anchagina integratsiyalashgan. Va mana shu fonda Saddam Husayn arab ko'chasiga, arab xalqiga yoqish uchun Isroilni ochiq tanqid qiladigan va Saudiya Arab Amirligi kabi davlatlarni mana men ochiqchasiga Isroilga qarshi turaman, lekin mana bu davlatlar Amerikaning qo'g'irchog'i, Isroilning qo'g'irchog'i degan bir populistik ritorika olib borar edi. Endi Saddam Husayn umuman avtoritar davlatlarning fundamental muammosi bu rejimlar mo'rt bo'lishini bir necha marta ko'ryapmiz. Biror bir avtoritar rejim kuchli inqiroz paytida o'zini kuchli ko'rsata olmaydi. Chunki birinchisi xalq ularni qo'llab-quvvatlamaydi. Ikkinchisi byurokratiyani ta'bir qilib bo'lmaydi. Chunki korrupsiya, poraxo'rlik, ommaviy axborot vositalarining erkin ommaviy axborot vositalarining yo'qligi muammolarni yashiradi, ochmaydi, ularni o'rganmaydi. Ya'ni shuning uchun hamki avtoritar rejimlar tez qulaydi va Saddam Husaynning eng katta problemasi mana shunday primitiv, qattiq diktatura bo'lganligi.